Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasi raqamlashtiriladi. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasini raqamlashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmat axborot tizimi ma'muriy amaliyot moduli mas'ul vazirlik va idoralarning axborot tizimlariga integratsiya qilinadi. 2026-yil 1-fevraldan umumiy vazni 44 tonnadan ortiq yuk avtomobillari, konlar, shaxta va karyerlarda qo'llanadigan maxsus transportlar, yuridik shaxslarga tegishli yo'nalishsiz taksilar, shuningdek, antikvar avtomoto transportlar uchun alohida seriyali ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami belgilari joriy etiladi. Ishlab chiqarilganiga 50 yil va undan ortiq bo'lgan transportlardan foydalanish, ularni qayta ro'yxatga olish taqiqlanadi hamda ular davlat ro'yxatidan chiqariladi. Avtomoto transport ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomada mulkdorning manzili ko'rsatish talabi bekor qilinadi. Avtomoto transport davlat ro'yxatidan o'tkazishda quyidagi hujjatlarni vakolatli organlardan idoralararo elektron hamkorlik orqali olish yo'lga qo'yiladi. Avtomoto transport oldi-sotdi shartnomasi, elektron onlayn aksionlarni tashkil etish, aksiyadorlik jamiyati tomonidan berilgan aksion bayonnomalari, davlat ulushi mavjud korxonalar tomonidan ishlab chiqilgan avtomoto transportlarga beriladigan elektron hisob ma'lumotnomalar, avtomoto transport vositasi mulkdorlarining ma'lumotlari shular jumlasidan.